Assalomu alaykum. Meni tomog'im og'riyapti. Aptekaga borsam dori bermayapti. Oldin har doim antibiotik olib, ichib, tuzalib yaxshi yurardim. Hozir esa aptekaga bordim, menga chek kerak deydi, elektron retsept bilan beramiz deydi. QR kod olib kelmasangiz dorini bera olmaymiz deydi. Nega bunaqa qiyinlashtirib tashladinglar? Nega men hozir bemalol dorini ola olmayman? Yozib bering endi menga elektron retsept. Bu qiyinlashtirish emas, aksincha bemorlarning xavfsizligini o'ylab qilingan ish. Shifokor sifatida bemorni ko'zdan kechirmasdan turib, shikoyatlaringizni eshitmasdan turib, men sizga dori yozib bera olmayman. Avval keldingiz, mana sizni shikoyatlaringizni eshitaman, sizni ko'zdan kechiraman. Agarda o'sha dori sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga o'sha dorini yozib beraman retsept qilib. O'zi elektron retsept nima va uni qanday afzalliklari borligini bilasizmi? Shifokor dori nomlarini qo'lda yozmaydi. Tizim orqali bir necha daqiqada retsept tayyor bo'ladi. Noto'g'ri dori yozish xavfi kamayadi. Elektron tizim dori nomlarini aniq ko'rsatadi. Bu chalkashlik va xatoliklarni kamaytiradi. Bemor tarixini ko'rish oson bo'ladi. Shifokor bemorning oldingi retseptlarini va davolanish jarayonini tez ko'ra oladi. Bu to'g'ri davolashga yordam beradi. Dorixona bilan ishlash qulaylashadi. Farmatsevt retseptni tizim orqali aniq ko'radi. Shifokordan qayta so'rash yoki tushunmovchilik holatlari kamayadi. Mana elektron retseptingiz tayyor. Endi borib, yozib berilgan dori vositasini istalgan dorixonadan sotib olishingiz mumkin. Bu elektron retsept tizimida shifokor har bitta yozgan retsepti uchun javob beradi. Bu esa o'z navbatida shifokorning mas'uliyatini, javobgarligini oshiradi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shifokor tayinlagan dorilaringiz, salomat bo'ling. Albatta, endilikda elektron retsept bilan barchasi qulay. Retseptlarni o'qish oson, qo'l yozmalardagi tushunarsiz yozuvlar bo'lmaydi. Bemorga to'g'ri dori vositasini berish imkoniyati oshadi. Tushunarsiz retseptlar bo'lmagani uchun shifokorga qayta qo'ng'iroq qilib aniqlashtirishga hojat qolmaydi. Soxta retseptlarni aniqlash imkoniyati bo'ladi, chunki tizim orqali retseptning haqiqiyligini aniqlash imkoniyati bor. Hisob-kitob yuritish yengillashadi. Qaysi dorini qachon va kimga berilgani tizimda avtomatik saqlanadi. Elektron retsept Xavfsiz dori vositasi. Sog'ligim uchun to'g'ri tanlov. mas'uliyatli davolash.